Bu yerda yozilgan O'rta Osiyo davlatlarining eng yaxshi studenti degan. Bilmadim, sanab ko'rmadim, lekin juda ko'p. 100 ga yetadi desam bo'ladi. Bu so'nggi olgan yutuqim O'rta Osiyo davlatlari orasidagi eng yaxshi student maqomiga ega bo'ldim, birinchi o'rinda. Albatta buni olish oson bo'lgani yo'q. Bu kungacha qilingan hamma ishlarimning natijasi orqasida qo'lga keldi. O'rta Osiyodan O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya va Armaniston mamlakatlaridan ko'p studentlar qatnashdi va men u yerda o'zimni tip bo'yicha birinchi darajaga ega bo'ldim. Albatta bu men uchun katta surpriz bo'ldi va ko'p xush bo'ldim. 2 etap bo'ldi. Birinchi etapdan o'tganda xabar keldi ki ikkinchi etapga o'tdingiz, siz Ostonaga shu konferensiyaga da'vatnoma keldi menga. Lekin u paytdan bilmas edik nechinchi o'rin oldik va juda hayajonli bo'ldim. Ostonaga borganda birinchi o'rin olganimni shu yerda o'rgandim. Mana bunaqa statuetkasi bor. Bu yerda yozilgan O'rta Osiyo davlatlarining eng yaxshi studenti degan va bu bilan birga o'zini shunday значокka yuradi va mana bu ham shuni доказательствоsi, dalili. Bu yerda men o'zimning rasmim ham bor, topasi hamma narsasi bor va albatta birinchi o'rin olganligi haqida diplomi ham bor. Bu yerda qatnashgan mamlakatlarning hammasini bayroqlari ham ko'rsatilgan. Bu shu kungacha qilingan hamma zahmatlarimni mevasi bo'ldi deb aytishga bo'ladi. Qancha talaba qatnashgan edi mana shu konferensiyada, mana shu bellashuvda siz birinchi bo'lib bu mukofotni qo'lga kiritdingiz? 700 ga yaqin student qatnashdi. U yerda onlayn ham qatnashdi, offlayn ham qatnashgan studentlar bo'ldi. Ba'zi uzoq mamlakatlardan kela olmagan studentlar ham bo'ldi va u yerda har rishta bo'yicha bo'ldi, ya'ni tibga, jurnalistika, ya'ni har kasb bo'yicha o'zini darajalari bo'ldi. Men o'zimni tib bo'yicha birinchi o'ringa ega bo'ldim. U yerda boshqa ham O'zbekiston va Qirg'izistonda o'qiyotgan Pokistondan, Hindistondan, Afg'onistondan kelgan studentlar ham qatnashdi, lekin ular juda kam edi. Buni endi qaysi jihatlari ko'rib chiqildi sizning ishlaringizni? O'shani ozgina aytib bersangiz. U yerda maktab paytidan boshlab olgan hamma medallar va shunday qatnashgan olimpiadalardan olgan o'rinlar, shularning hammasini ko'rsatish kerak edi. Va men o'zim maktab paytidan yaxshi o'qidim, maktabni oliy darajada bitirdim. Qozog'istonda maktabni oliy daraja bitirganga oltin medal beriladi. Mana bunaqa oltin medal bilan tamom qildim maktabni va qizil diplom deymiz. Mana bunaqa qizil diplom bilan numralari hammasi baland numra, ya'ni 5 numrasi eng baland bo'lib sanaladi. Maktabni oltin medal bilan tamom qildim. Musobaqalarga va tibbiy konferensiyalarga, ilmiy konferensiyalarga qatnashdim. 5-sinf tamom bo'ldim endi, ya'ni tibda general medicine xalos qilganim uchun universitetdan shunday universitet eng yaxshi bitiruvchisi degan statuetka berildi, medal berildi va unga qo'sha o'zimda diplomim bilan birga unga universitetdan ota-onamga olg'is xat berildiki, shunday avlodingiz bo'lgani uchun deb o'zimga dekanlarimizdan, rektorimizdan har biridan alohida rahmatnoma berildi. Men shularning hammasini ko'rsatdim. Bu kungacha olgan medallarimni, attestatlarimni, statuetlarni hammasini ko'rsatdim va shuning natijasida juri o'sha rishta bo'lib, o'shanga qarab o'zlari nima qildi va menga ikkinchi etapga o'tganim xabar keldi. Ikkinchi etapga o'tding degan bu o'rin oladigan studentlar faqat ikkinchi etapga o'tadi. Keyin lekin nechinchi o'rin olganimizni bilmaymiz. Uni borib o'sha Ostona shahrida o'rgandik. Jami qancha mukofot olgansiz? Mana maktab davridan boshlab hozirga qadar. Juda ko'p. Bu yerda faqat universitetda olganlarimni ko'rsatdim. Maktab davrida olganim katta portfolio bo'lib turibdi. Medallar ham bor, maktab paytida olganlarim. Endi bularning hammasi bilmadim, sanab ko'rmadim, lekin juda ko'p. 100 ga yetadi desam bo'ladi. Kelajak rejalaringiz haqida aytib bersangiz, nima qilmoqchisiz? Boshqa qanday rejalaringiz bor? Tibni o'zim xohlab tushgandan keyin o'z maslakimda ishlashni xohlayman. Tibda, xudo xolasa tibda yaxshi bir doktor bo'lib, yaxshi maqomga yetishim keladi va kelajakda doktoranturaga tushib, ilm bilan shug'ullangim keladi. Tibga omad keltiradigan ko'p hali ochilmagan mavzular bor, shular bilan shug'ullanib, ilm bilan shug'ullangim keladi va uzoq maqsadda, uzoq paytdagi maqsadim xudo xolasa professor darajasini olib, tib fakultetida, oliy universitetlarda dars bergim keladi. Ya'ni doktor bo'lish boshqa, doktor tarbiyalash yana boshqa. Ya'ni kelajakda men ilm bilan shug'ullanib, ustozi donishmand bo'lgim keladi, xudo xolasa. Afg'onistonga borib xizmat qilish niyatingiz ham bormi? Albatta bor. Xudo xolasa bir kun Afg'onistonga borsam, chunki Afg'onistonda men intihob qilgan rishtada ko'pi ayollarni, endi Afg'onistonda bilamizki, ayollar ko'pincha erkak doktorlarga borgisi kelmaydi. Shuning uchun albatta xudo xolasa bir kun bu katta orzularimdan biriki Afg'onistonga borsam, o'z millatimga xizmat qilsam, bu mening eng katta orzularimdan bittasi. Chunki olgan bilimim, olgan ilmim bu faqat mening yetgan yutuqlarim emas, bu meni oilamni, meni tug'ishganlarimni
tomonidan meni millatimni duolari bilan yetishganman va albatta tib faqat bir kasb emas, bu meni millatimga xizmat qilishni bir belgisi bo'lishi kerak va albatta bir kun Xudo xolasa borib millatimga xizmat qilishni xohlayman.